Yakkasaroy tumanida Rakatda 3 sutidan iborat bo'lgan kottejimiz bor. Qaranglar, bu uyimiz yaqinda qurib bitkazilgan va uncha-muncha joyda ham reklamaga chiqmagan uylarimizdan biri bo'ladi. Uyimiz ko'ryapsizmi, 3 qavatdan iborat bo'ladi. Общий kvadraturasi 400 kvadratdan iborat bo'ladi. Endi qaranglar, shunda mana bu ko'rsanglar, bu yerda bemalol ikkita mashina qo'yib qo'yadigan garaj qilingan. Bu yerda ko'cha uchun alohida sanuzor qilib ketilgan va bu yerda ko'rsanglar, uyimizda fishkasi bo'ladigan joyi bo'ladi. Vodopadlargacha qilib ketilgan. Ko'ryapsizmi? Takoy salqinda mazza qilib o'tiradigan joylar bo'ladi. Bu yerda ko'ryapsizmi? Bu yerda ham barbekü zonalar qilib qo'yishgan. Haqiqatda uyimiz chiroyli qilib ketilgan. Hozir birinchi qavatini qisqacha sizlarga planirovkasini va ichini ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizning birinchi qavati bo'ladi. Birinchi qavatdagi bundoq qarasanglar, bu yerda xo'l qilib ketilgan. Bu yerda xo'l qilib ketilgan, bemalol choy ichib o'tiradigan zona qilib qo'yilgan. Oshxonadan shunday chiqib, mana bu bemalol mazza qilib o'tiradigan zonasi. Bu tomonimiz endi oshxonasi bo'ladi. Bitta oshxonasini ham bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuni kirsanglar, mana oshxonasi. Oshxonaga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mebelni qo'yib qo'ysanglar, bu yerda bemalol stol qo'yib qo'yadigan joyi bo'ladi. Shunda xo'ldan bundoq qarasanglar, bu yerda ikkinchi qavatga spaniyalarga chiqib ketadigan zonasi va podvorga tushib ketadigan zonasi bo'ladi. Bu yerda bitta ota-onalar uchun yotoqxona qilingan. Bu ham eng zo'r yechimlardan biri va o'zini sanuzorlarigacha qilib ketgan ota-onalar uchun. Va bu yerda gostovoy zonasi bo'ladi va gostovoy sanuzor qilib ketilgan birinchi qavatda. Bu yerda endi zal qilib ketilgan birinchi qavatda zali bo'ladi. Bemalol stol qo'yib qo'yib, mehmonlarni kutib oladigan zonasi qarasanglar, bir ham yaxshi qilib ketilgan. Endi narxiga keladigan bo'lsa, narxi $500 ming deb aytilyapti. Tepada 4 spaniyadan iborat bo'ladi. Spaniyalarni ko'rsanglar, planirovkalar va o'zini qo'tta qilib, xonalar ham qilib ketilgan. Ko'rasizlarmi, o'ziga yarashadigan uyimiz bo'ladi. Past telefon nomerni qoldirganman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.